Assalomu alaykum hammaga. Ana endi 26-yilni planlarini aytamiz. Xudo xolasa fevral oyida Arno Classicga ketamiz. Xonsaroy komandasi уже 7 kishi bo'ldi. O'tgan yil martda 3 kishi borgandik. Mister Olimpiyaga 4 kishi bordik. Ana endi 7 kishi bo'ldi Xonsaroy komandasi. Hammaga viza berdi. Sportsmenlar borib Xonsaroy komandasidanman deganligi uchun viza beryapti. Sababi biz borib qolib ketmadik, narusheniya qilmadik, chiroyli borib keldik uchun qarayapti. O'sha Xonsaroyda kimligini bildi, ishonch bor. Faqat prosta aytgan bilan bo'lmaydi. Xonsaroy rostdan ham shu atletga biza sponsorlik qilamiz degan spravka bersa, o'shalarga viza beryapti. Eshitayapman 3-4 kishi borib ololmay qaytibdi. Quruq gap bilan bermaydi ular ham.